Assalomu alaykum. Men Yo'lbars va Saodat. Bugun homiladorlik davrimda harakat va sport haqidagi tajribalarimni siz bilan bo'lishmoqchiman. Men homiladorlik davrida ham sportdan butunlay voz kechmadim. Yengil harakat mashqlari, oyoq-qo'l yordamida bajariladigan nafas mashqlarini muntazam ravishda bajarib kelmoqdaman. Har kuni piyoda 20-30 daqiqa yurish ham menga juda yaxshi yordam bermoqda. Homiladorlik davrida ham sport bilan muntazam shug'ullanish bu sizning farzandingizning salomatligi uchun juda ham muhimdir. Shifokor bilan maslahatlashgan holda sizga mumkin bo'lgan, ruxsat berilgan mashqlarni muntazam bajarib yurishingiz sizni yanada kuchli, o'zingizni xotirjam va yengil his qilishingizga yaxshi yordam beradi va albatta bu sizga yaxshi kayfiyat ham bag'ishlaydi. Yengil qo'l harakatlari bilan bajariladigan mashqlarimizni bajaramiz. Bu mashqlar sizni yanada o'zingizni kun davomida yengil his qilishingizga yordam beradi. Oyoq mashqlari ham bu mashqlar sizni yanada tetiklashtiradi va energiyaga to'lishingizga yordam beradi. Sport bu salomatlik garovi. Farzandingiz va o'zingizni salomatligingizni o'ylagan holda har doim toza havoda mana shunday mashqlarni bajarishingizni tavsiya qilaman. Shu yergacha videoni tomosha qilganingiz va e'tiboringiz uchun rahmat.